Assalomu alaykum do'stlar. Bugun birgalikda sizlar bilan moliyachi ayliq botni ko'rib chiqamiz. Ayliq botning o'rnida az moliyachi degan chiqqan. Qanday moliyachi deb yozamiz. Sonab ketib olamiz. Nega do'stlar ustanib ketib qoldi. Endi kiramiz, ruxsat beramiz, razрешить. Так, o'zbek tili qalagan tilga qo'ysangiz bo'ladi. O'zbek tili bu yerga telefon nomeringizni yozasiz. Tasdiqlov kodi keladi. Kodni yozamiz. Nega qalagan parolimizni qo'yamiz? Bu programma har kirgan vaqtda so'raydigan parol bo'ladi. Nega do'stlar kirib oldik. Endi bu yerda identifikatsiyadan o'tib degan narsa chiqadi. O'sha yerda nega do'stlar identifikatsiyadan o'tib olamiz. Bu yerda One ID orqali o'tib degan so'rab turgan ekan. One ID orqali o'tamiz. Parol loginimizda yozib kiramiz. One ID yozgandan qaytadan kiradi. Nega do'stlar hamma ayliqlarimiz ko'rinib turadi bu yerda. Yerda ko'rib olsangiz bo'ladi. Videoni yoqmasa like bosamiz. Ayliq botni izlayotganlar uchun ish berib qo'yamiz.